Bugun Mingbuloq tumanida ekologiyani asrash bo'yicha juda katta loyihaga start berilyapti. Shu 100 ga yaqin mana shunday bir mashinalarda baliq chavoqlari olib kelinadi va baliq chavoqlari mana shu daryoga tashlanadi. Hokim bolamizga rahmat. Mana hech kim o'ylamagan ish qildi. Mana shu yoshga kirib biz daryoga baliq tashlaganni endi ko'rdik. Qilgan ishlariga omad bersin. Bundan keyin ham zo'r ishlarni qilaversin. Baliqlarimiz ko'payib ketsin. Hammamizga ham omadimiz bersin. Allohu akbar. Hozir. Evet. Ana birinchi. Ey Mingbuloq canım fida senga. Sirdaryo to'lqini umid baxsh etib 1 million chavoqlar hayotga qaytib ekologiya uchun buyuk tashabbus kelajak avlodga qolsin bir nafas. Tuman hokimimiz tashabbuslarini shaxsan ekologik challenge deb nomlanib bugungi kunda daryolarimizda yoki tabiiy oqib o'tuvchi o'zanlarimizda, kanallarimizda baliqlarning kamayishi, boshqa holatlarni inobatga olgan holda 1 milliondan ortiq baliq chavoqlarini olib keltirildi. Bu olib kelingan baliqlar shu o'zimiz tumanimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan baliqchilik fermer xo'jaliklari tomonidan tashkil etilyapti. Hozirda bu mavsum yopiq, ya'ni uchish davri bo'lganligi uchun 11-martdan 31-maygacha Sirdaryo va Amudaryo daryolarida baliq ovlash taqiqlangan. Bugungi kunda hozir shu brakonyerlikka qarshi kurashish bo'yicha 24/7 holatda tunni uzluksiz tadbirlarni o'tkazib kelyapmiz. Ilgari biz birgada bo'lganmizda shu bitta qarmoq bilan 10-15 minut ichida 7 kilo 8 kilo sardalarni olaverdik. Hozir endi mana ko'klarni qo'yib, lichekalarni o'ltiraveryapti. O'shanga mana hokimdan juda xursand bo'lyapmiz. Xudo xolasa 5-6 yilda hamma baliq bo'lib ketadi, ilgari davr qaytadi. 80-90 keyin baliq kamayib ketdi-da. Men baliqni bu daryoda endi ko'rdim. Ana shular huquqlarida. Ana tabiat sevar odamlar. Hamma rahbarlardan xursandmiz. Ayniqsa hokimimizdan.